Yo, WhatsApp bolalar. Kamera pastda ekan. Okey. Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Sken. Короче, bugungi videoda top 5 modlarni ko'rib chiqamiz. Bu modlar har doimgidan ajoyib bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Qani boshladik. Bolalar, mana birinchi modimiz o'zbekcha modlardan biri. Ya'ni bu mashina mod. Mana короче kalitini oldim. Bu yerda juda ham turli xil mashinalar bor. Ko'rib turganingizdek, bu oddiy mashina emas. Bu o'sha legenda o'zimizni Spark. Mana bittalab qo'yib ko'rsataman mana. Mana bu kul rangi. Vau, mana bu animatsiya bilan aylanib paydo bo'lyapti mana. Turishi ham birga birda. Mana pushtisi. Hammasi bir xil, rangi boshqacha, lekin juda cho'tka ishlangan. Mana oqi, mana yashili, o'zimiz har doim ko'radigan oq, yashil, boshqacha biz ko'rmagan ranglari ham bor. Mana qorasi. Vau, mana turishini cho'tki. Mana u ko'ki mana. Endi men sizlarga buni minib ko'rsatadigan bo'lsam, aytgancha, o'tgan safar buni video qilmoqchi bo'lgandim. Lekin meni olmaganman. Shuning uchun ham video qilmaganman. Mayli, mana video qildim. O'zlaring ko'rasizlar. Okey bolalar. Bu esa bizning ikkinchi modimiz. Bu mod короче mana unaqa qishloq bo'ladi. U sizga gapiraman, o'zbekcha gapiradi bu короче. Mana o'sha gapiryapti bu. Buni nima foydasi bor? To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu modning foydasi yo'q. Lekin o'sha Minecraftni qiziqarliroq qiladi. Menimcha bu bilan video serial ham olish mumkin. Yo'q, kichkinasi mana. Okey bolalar, bu mod haqida boshqa menda umuman ma'lumot yo'q. Bu modni yaratgan odamda ham o'z ma'lumot bo'lmasa kerak. Okey bolalar, go keyingi modga o'tiramiz. 3-modga. Keyingi modimiz esa mana bunaqa jinnicha fizik mod. Любой blok sindirasiz, короче, mana bu otilib ketadi. Ya'ni fizikada, короче, mana daraxt ham sindiryapman, mana otilib ketyapti. Sachrab ketyapti, короче, boshqa yo'lda. Mana o'tga ham bu fizika o'tgan, mana qumda ham bor, deyarli barcha bloklarda bor. Mana ko'rib turganlaringdek, va Minecraftni qiziqarliroq qiladigan fizik mod. Mana daraxtlarni ham sindiraman, mana hammasi otilib fizik bo'lyapti mana. O't. Okey, mana gul bor ekan, gulga ham ta'sir qildi mana. Gulga ham o'tibdi bu fizika. Okey, go keyingi modga o'tiramiz. Keyingi modimiz esa mana bunaqa animatsiya modi. Vau. Mana ko'rib turganlaringdek animatsiya bilan yurib kelyapman. Вообще zo'r mod. Mana короче bu shu o'zingizga, ya'ni personajning o'ziga animatsiya beradi. Mana o'sha qilich ushlab turishlari ham fizika bilan yurishlari. Vau. Ko'rgan odam mazza qilib videoni montaj qilmasdan qo'ysangiz, mana sakrashlari ham cho'tki. Mana birorta hozir hayvon urib ko'rsataman. Mana masalan qo'y. Mana qo'yni qo'yamiz va uramiz. Mana fizika bilan. Mana yana qo'yamiz, uramiz. Vau. Uramiz. Zo'r. Faqat qilishda emas, mana masalan tridentmi bor edi mana. Nayza. Mana bu ham mana u qiyshab olib o'tyapti. Mana. Bu ham cho'tka animatsiya bilan mana. Yuzlaringni otib ko'raman. Tegdimi? Okey, mana. Vau, zo'r mod bu ham. Mana bu qalqonlarni ham kiyib, mana mes bilan ham quramiz. Mana qalqon ham menimcha o'zgarmadimi yo? Mana vau, sakrashlarim ham yo, mana nima bu? Vau, ekran bosib turish ekan. Yo, mana men uchyapman. Uchvam qotib turmayapman, qimillab turyapman. Vau. Mazzami qilichcha ovozlari bilan vau. Mayli bolalar, stop. Axir men bu modlarni qayerdan olishni aytmadim-ku. Bu modlarning barchasi mening Telegram kanalimda bo'ladi. O'tib, bemalol yuklab olishlaring mumkin. Короче, biz oxirgi modimiz tugmalarni yo'q qilish. Mana ko'rib turganlaringdek tugmalarim yo'q bo'lib turibdi. Bu modni ham men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu mod umuman aytishim shart emas, ko'pchilik biladi. Aytgancha, bu modlarning barchasi 1.21.51 versiya uchun.
Telegram kanalimiz silkasi описаниеda bo'ladi. Bemalol o'tib modlarni yuklab olinglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Hammaga xayr.